Sağlam nasıl sizler bilen men Oğabek Minecraft bugünkü videomuzda bizler Vijivan yaklarımız kanalında ketdi. Mana buni hozir biz daraxt chopishimiz. Qani ko'raylik daraxtlarni chopamizmi. Mana buni hozir biz daraxt chopib bo'ldik. Qani daraxtlarni mana reksiyaga ishimiz va cho'p va kirka pastga kovlab tosh olamiz ozroq. Xo'p, ko'mir chiqdi. Ko'mir kerak bo'ladi kech payt uylariga kerak bo'ladi. Короче, mana ko'mirlarni hammasini kovlab olamiz. Mana buncha tosh ham kovladik, ko'mir ham kovladik. Endi chiqamiz bu yerdan. Olmaydan chiqamiz mana. Chiqib olaylik va yana bitta kirka yasab qo'yamiz. Buni endi tashlab yuboramiz. Endi yana bog'ga yasaymiz. Hozircha shu bilan yetadi. Mana qani qishloqcha qolmaydi ekan deb yuraveramizda. Kon chiqdi. Konda nima bor ekan hozir ko'rib chiqamiz. Kon kichkina ekanda o'sha. Mana ko'rib chiqaveramiz mayli. Nimalar bu? Qishloq. Bu video uyushtirilmagan, prosta olmadim, hep qoldi. Men qishloq chiqadi. Bunaqasi boshqacha. Ishonmasanglar oxirida chiqib ko'rkazaman. Mana qani uy yo'qmikan? Temirchining uyi yo'qmikan? Yo'q ekanda shu. Qishloq endi nega keldi? Parkur. O'zlari yetib yetishadi va bizlar mana hech narsa yo'q. Yurib bu qishloqdan ketamiz, yana qishloq izlab yuramiz. Olmadimizda yana bitta chiqadi yoki chiqmasligi mumkin. Qishloqda qolish noto'g'ri. O'shaning uchun qishloqdan ketamiz. Bug'unlarni olaylik, ovqat kerak. O'shaning uchun mana shu bug'doylarni terib olamiz. O'rniga yana ketamiz. Bizda shunaqa hisoblaymiz, boshqa itni ham ketaveradi. Mana qani ketdi yana to'g'riga yur. Qo'y mana sigirlarni o'ldirib ketamiz, hammasini o'ldirib ketamiz. Oldidan yana ikkita qo'y kerak. Mana unam shunaqa. Ikki marta ursa buyugiga kiysa kerak. Restini qo'yamiz. Non yasaymiz. 7 ta non bo'ldi va buni tashlab ketamiz. Shutlarga qo'yib tashlab ketsa ham normal. Mana ovqat qornimiz to'ydi, endi tez yuramiz. Mana bunaqa hozir cho'l bor joylarga keldik mana. Va bizlar sigirlar bor ekan, sigirlarni o'ldirib, uni ko'mirda pechkada pishiramiz. Короче, buni teridan kiyimlar yasab olamiz. Teri 2 ta haldanmi? Ana terini nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. 4 taga bitta oyoq kiyim.
olamiz. Molni qo'ymay yurgan nimalarni. Mana ikkita urgandim. Ketdi obunachilar mana to'g'rilar ketaylik. Ovqat juda ko'p bo'ldi endi. Bizlarda ovqat ko'p. Endi qishloq topamiz, qishloq yo'q, qishloq topamiz. Xazina yo'qmikin bunda? Xor qilaylik. Kon konda mana ham maqsadimiz, bizlarning maqsad ko'proq temirdan kiyimlar qilish. Temirdan full kiyim qilish. Insonidan temirdan full kiyim qilish. Mana temirlar 24 ta yetadi maqsadimizga erishamiz. Biz temirdan full kiyinamiz. Temirlar hozircha nechta bo'lmaydi? Bitta hisob bitta. Yana bitta bor. Yana bitta bor ekan. Yana bitta. Yuqorida yana bitta. Qolmadi. Endi chiqamiz. Kanallarni qo'yamiz. Ko'rib ketamiz. Olmos chaqib qolsa lekin. Yomonmas. Bu yerda faklni olamiz. Короче, факел işimiz. Dobracığım. Temir nechta? Voy, temir 19 ta. Yeter başlı temir. Menga fakir. Mana bo'lma. Temirdan kiyinaman. Full bo'lish uchun endi nechta? 24 ta bo'ldi. Full kiyinaman endi. Kirka bilan bog'layam. Mana endi shu mana hozir 26 ta bo'ldi. 26 ta bo'lganmasa voy. 26 ta bo'lganmasa kirkaga 3 ta, bolg'aga ham 3 ta, qilichga 2 ta. 27, 30, 32 ta kerakmi shunda? Da, 32 ta kerak. Bitta yetmadi. 31 ta. Hop, benim gençim var. Hiç gelseniz tagiga ko'millar solamiz. Yuqoriga qiziq qo'yamiz. Temirlarni. Maydon bu. Bitta fakilar qo'yiladi. Mana fakil oldi. Nima bor ekan? Qiziqishga bitta ochamiz. Hozir bilmayman. Bitta temirni solib kelaylik ham. Solamiz. Voy zombilar bo'lsa lekin. Faqat shuni qo'ymayman. Hay hishsiz. Короче, onachilar burada hech narsa yo'q. O'shaning uchun yana to'lka ketamiz. Bu yerda suv, so'nilamiz. Suvni tagida hech narsa yo'q. Va o'tolmaymiz.
Qanım ketdim mana. Urib pishirdi. Ko'mir yo'qmikin? Ko'mir kerak. Ana bu yerda nima edi? Ishqilib mana fakinni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz hozir. Ko'mir chiqmasmi? Ana bu yerda temir bor, temir hozir chekilyapmiz. Shuna qilib ketaveramiz. Endi ko'mir chiqdi mana. Endi nima qilib ketmaymiz. Fakinni ko'p yasab tashlaydi. Yetarlicha 10 tani qilsam kerak. 10 tadan oshib ketdi. Mayli. 15 ta olamiz. Bo'ldi. Mera 18 ta bo'ldimi? 7 ta ko'mir qolaversin 7 ta. Bo'ldi. Obunachilar ko'rdinglarmi? Yo'q, kuchayib ketdi. Ana qolganini qo'yib qo'yamiz. Endi olmos chiqib qolsa oltin faqat temir faqat bo'tladi. Shu kichkina joydan ketaveramiz. Fakirlarni olib ketamizmi? Fakirlarni chinab ketdi. Chinab ketish kerak bo'lgan shu fakirlarni nega kerak bo'ladi bular hali. Temirlab pishaman lekinchi. Obunachilar mana hozir. Obunachilar hozir bizlar qani? Nimalar yo'qmikin? Lava tushib ko'raylikchi. Olmos obunachilar, olmos. Voy. Nega temir kirka yasamadim, ha? Ketdi yasab kelamiz temir kirka. Короче, maqsadimizni qildik. Qani shu yoqdanmidi axir? Maqsadimizga yetdik obunachilar. Hozir mana kiyimlarni yasaymiz. Shu ko'ramiz. Bu ko'tarib yo'qoldi. Maqsadimiz fulovni temirdan kiyinish edimi? Короче, qilamiz. Yasaymiz. Voy, ikkita yasavorman. Shlemga yetmay qoldi. Voy. Shlemga yetmay qoldi. Mayli ketdi endi. Ketdi. Boya O'lib ketdi. Mana olmos ham topdik. Olmos juda yo'q edi. Topgan qo'yaverdik-da. Endi ovqatlanib olamiz. Sekin pastga tushamiz. Ko'proq olmos topamiz. O'zi bildim, lava bor joyda olmos bo'lmasa bo'lmaydi. Piyoda qilib bilmasam. Lava bor ekan. Ketdim mana. Olmasmaydi. Bu yerdan sakramaymiz. Yes, olmos. Qani fakirlar. Olmos. Şimdi olmazım yetigim. Olmaz yonca. Bular ko'p bo'ladi obunachilar. O 5 ta olmos. Lava ko'li yonida olmos bo'lmasmikan? Olmos yo'q.
Almaz yuva ekan, короче. Redstone. Fakirlikte koyup gittim hani. Yani olay bu.